Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, o'z aybini ko'rib yetalaydiganlarla boshqalarning aybini ko'rmasa soladi. Allohning taqsimotiga rozi bo'lgan kishilar qo'lidan ketgan narsaga qayg'urib yurmaydi. Tajovuzchilik qilishini sug'organ kishi shu qilich bilan o'ldiriladi. Birodariga o'g'ri bo'lgan kishi buningga cho'qim o'zi tushidi. Kimki birodarining hurmat barisini yirtsa, o'z avlodlarining aybini ochgan bo'ladi. Ko'p so'zlagan kishining xatoligi ko'p bo'ladi. Xatoligi ko'p kishining hayosi oz bo'ladi. Hayosi oz kishining taqvoligi oz bo'ladi. Taqvoligi oz kishining qalbi o'lgan bo'ladi. Qalbi o'lgan kishi do'zaxga kiradi. Kishilarning aybini ko'rib, o'zining shu xildagi aybiga rozi bo'lgan kishi ahmoqning dal o'zidir.